Bu yerda nabor yig'dim. Bu yerda budjetniroq nabor. Chunki klientim shunaqa so'radi. Yaxshi, lekin budjetniy nabor qilib bering deb. Bu yerdagi narsalar hammasi yog'li, ta'sirchan va porali yuz uchun. Penka Boni Hill brendidan. Bu penka ham yuzni yaxshi tozalaydi, tinchlantirib beradi, yuzni quritmaydi. Budjetniy 170 milligram, narxi 75 ming so'mdan. Keyingisi hozirda skidkada turgan Anua toneri. Bu toner asli 210 mingdan sotilardi. Hozir skidkada narxi 160 ming so'mdan. Bu ham yaxshi tushadi. Aynan shu yog'li ta'sirchan yuzlarga juda ham yaxshi tushuvchi tonerlardan. Keyingi nimamiz Axisify brendidan serum. Bu ham shu yog'li, ta'sirchan va porali yuzlar uchun juda ham mos tushuvchi serum. U klientimning aytishicha, yuzida poralar bor ekan. O'shaning uchun ham mana shu Axisify serumini tavsiya qildim, chunki tarkibida niasinamid, 5% niasinamidi poralarni yaxshi qisqartirishga yordam beradi. Keyin Roundlab brendidan nima SPF. Bu SPF ham hozirda skidkada. O'zining asl narxi 135 ming so'm. 110 mingga skidkada berganman. 40 milligram. Aynan shu yog'li, ta'sirchan yuzga juda ham yaxshi tushuvchi SPF kremlardan. Keyingisi Boni Hill brendidan krem. Mana bu yerda penkasi bor edi. Endi shuni kremni ham berdim. Bu 100 milligramlik yaxshi yuzni tinchlantiruvchi va namlantiruvchi krem. Aynan shu yog'li yuzlar uchun. Gram 100 milligram, narxi 100 ming so'mdan. Keyingisi gidrofilli masla. Bu ham hozirda skidkada narxi. Oldin narxi 175 ming sotiladigan bo'lsa, hozirgi narxi buni 160 ming so'mdan. Skidkadagi arzon budjetni yaxshi narsalardan yig'ib berganman. Sizlar ham shunaqa sharoitingizga qarab yoki o'zingizni yuzingizdagi muammongizni aytsangiz, yuzingizdagi muammolaringizga qarab narsalar, kosmetikalar tavsiya qilib yig'ib beraman. Bemalol Telegramdan yozsanglar bo'ladi, qizlar.